Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana biz do'stimiz bilan to'p o'ynaymiz. Bu to'pda men har bir penalti tepganim uchun 1 ball va shtrafnoydan tepganim uchun 1 ball, u seyf qilsa 1 ball va uzoqdan tepganimda seyf qilsa 1 ball. Hisoblab boringlar. Qaranglar, birinchi tepishim. Qani, Aslbek qara. Va to'sib qo'ydi mayli. Qaranglar. Qaranglar, fokus ko'rsataymi? Bunday qilish kerak. Ronaldo qanaqa fint qiladi? Kim biladi shuna fint? Davay, kommentariyaga yozinglar. Qaranglar. Ana, Aslbek qara. Yaxshi zarba chiqdi. Qaranglar. Hozir Aslbek qo'liga tiyib to'sgani yo'q, shuning uchun seyf hisoblanmaydi. Shuni bilinglar. Qachon u to'ssa, mana keyin hisoblanadi. Endi yana bir bor penalti. Qaranglar. Aslbek qara. To'ssang 5000. Kulma davay. Qara, chalg'ituvchi usullar. Qara yoshlar. Ammo ichida to'sting, ichiga kirdi menimcha. Buni obunachilar aytadi. Endi mayli. Buni obunachilar aytadi. Buni endi obunachilardan kutamiz. Qarab tur. Yana bir bor qara. Vartaga. Wow! Yaxshi. Hozircha 2 ball. 1 ball. Ko'msa teng. Qara. Qarab tur. Qanday chiroyli gol. Nima deysan? Hech nima deya olmaysan. Senda 3 ball bas, to'sa olmading-ku. U qish tepganlarim hisoblanmaydi. Faqat qo'lingda to'ssan keyin. Qara. Obunachilar qaranglar. Gol bo'lsa obuna bo'lasizlar. Qaranglar. Gol! Obuna bo'linglar. Qanday chiroyli. Shu golga ham obuna bo'lmasanglar bilmadim, lekin yaxshi zo'r ketadi. Qaranglar. Aslbek qara. Endi bo'pti senga. Yaqindan emas, uzoqdan tepish yo'llari keldi. Qarang. Mana bu yerdan tepsam bo'laveradimi? Mana. Qara. Gol bo'lsa, obunachilarga ham naqa deysan. Like va kommentariya yozib qoldiringlar va obuna bo'linglar deysan. Gol bo'lmasa, etmay qo'yaverasan. Like bosinglar deb qo'yasan. Davay. Qara, ketdi. Gol bo'lsa, like va kommentariya va obuna bo'lasizlar deb qo'yavering. Like, kommentariya, obuna bo'linglar. Davay. Ketdi qara. Gol bo'lsa like, kommentariya va obuna bo'ling. Agar gol bo'lmasa nima? Gol bo'lmasa nima? like. Davay. Qani. Gol bo'lsa like, kommentariya, obuna qilishadi. Qani. Aslbek ko'ryapsanmi gol? Ko'ryapsan? Bu zarbasi to'sing yo'qin. Bo'pti, yetib ber. Ayt, uyalma. Kommentariya va obuna bo'linglar. Like-chi. Boshqatdan like, Kommentariya va obuna bo'yinglar. Bo'ldi ana. Aslbek qara, senga bu Travella uslubida tepaman. Agar to'sib qo'ysang, seyfingga 5000 qo'shiladi. 5 ta seyf qo'shiladi. Pul ham 5000 beraman. Ketdi. Qara, mana bu yerdan tepaman. Mana. Qorataga, mana. Qiyshiqroq Travella uslubida. Qara Aslbek. Qish ketsam ama hisoblanmaydi. Aytgan qish tepmayman. Ko'ramiz. Qara. Qara.
Asilbek sen qayerda yuribsan? Osmonlarda qushlar uchib yuribman. Asilbek. Mana do'stlar, Asilbek to'solmadi, lekin o'cha kuchaymoqda. Aslida u to'sma deb olgan. Aldayapti do'stlar, bu Romchi to'solmaganiga ayb qilib yetyapti. Romchi, sen romchilik qilding. Do'stlar, qaranglar. Men hozir Traveler Show'da o'ldirdim. Endi iltimos like, kommentariy va obuna bo'linglar. Shu yilda oxirigacha do'stlar birga bo'lishimiz kerak. Davay, agar birga bo'lsak 10 ga harakat. Obunachilar like va kommentariy obuna bo'linglar. Iltimos, gaziga bosamiz. Bundan keyin zo'r videolar chiqaramiz. Xudo xohlasa, davay. Aslibekka endi Traveler Show'da bas aylantirib o'ngayatib boshqachasiga qara. Endi qara. Uydi dema menga. Gol bo'lsa unaqa dema. Endi o'zingda xatoing. Ketdi qara tepyapman. Tag'it usullar bilan. Do'stlar, qaranglar. Agar 100 mingta bo'lsak, men o'zimni ko'rsataman. Davay. Agar 100 mingta bo'lsak, shu 59 obunachidan 100 mingtaga chiqsak, o'zimni ko'rsataman. Qara Asilbek. Bu yerdan suqish boshqachasiga tepish qiyin amayli. Asilbek to'sib qo'yding. Do'stlar, shu joyda tugatamiz va xayr. Like, kommentariy, obuna bo'linglar. Asilbek xayr deb qo'y.